70. Kun tug'di Aligning O'dg'urmish bilan ko'rishganligi aytiladi. Ikkilan o'rnidan turib Alig huzuriga kirdi. Alig ko'rib o'rnidan turib oldiga bordi. Oldi bilan Alig salom qildi. Zohid o'rnidan turib salomni ilik oldi. Alig Zohid bilan qo'l ilishib ko'rishdi. Xushalliq bilan kulib turib hol ahvol so'rashdi. O'ziga yaqin yerdan o'rin ko'rsatdi. Alohida mehribonlik bilan uni hurmatladi. Dedi: "Ey O'dg'urmish, sen mushaqqat chekding. Bu yerga o'zing piyoda kelding." O'dg'urmishning Aligga javobi. O'dg'urmish javob berib dedi: "Seni ko'rish bilanla chekkan jafolarimni unutdim. Sening oldinga o'z orzuyim bilan keldim. Shunday ekan, men qandoqmi jafo chekkan bo'laman, ey Alig? Kishi o'z tiliki bo'yicha mangsa, cho'qim tilikiga yetidi, herib qolmaydi. Aql idrak bilan dunyoga dang chiqargan bo'ka yabg'osi nima deydi, angla. Ko'ngil orzu qilsa, yiroq yaqin bo'ladi. Kishi tilikiga albatta tez yetidi. Kishi chin ko'nglidan orzu qilib yo'l mangsa, u orzusiga yaqinlashib tez yetidi. Ko'ngil xolamagan har qanday yerga qadam bassa, u qanchalik yaqin bo'lsa-mo yiroqlashidi. Qadam tashlagan kishi jafo chekadi, lekin ko'ngil xolab mangsa jafo bilinmaydi. Ey Alig, sana ko'nglim xohishi bilan keldim. Bilginki, menga qandoqmi jafosi tekkan bo'ladi. Nazar sol, ko'ngil kimni so'ysa, xolisa, u ya qancha yiroq bo'lsa-mo yaqin tuyuladi. Aligning O'dg'urmishga savoli. Alig dedi: "Oldi bilan sendan so'raydigan so'zim bor. Shuningga javob ber. Mana sen ko'ngling xohishi bilan mening oldimga kelding. Va lekin bu ish qandoqlarcha bo'ldi, Botur? Bilasanki, salom qilishning fazilatiga oid ulug'. Kim oldi bilan salom bersa, fazilat yo'lini shu ochgan bo'ladi. Sen meni ko'rganda salom qilmading. Bu fazilatni va javobni nima uchun xohlamading?" O'dg'urmishning Aligga javobi. O'dg'urmish javob berib dedi: "Men bilib turib oldi bilan salom qilmadim. Salom kishi uchun salomatlik yo'lidir. Salom qilsa, salomatlikning uli qurilgan bo'ladi. Salom kishi uchun tinchlik va aminlikdir. Salom qilsa, keyin jon amin topadi." Buningga taqlidan munu so'z keldi. Bu so'zni angla, ey tuz ko'ngil. Salom qilguvchi kishiga omonlik tilaydi. Salomni ilik og'uvchi salomat bo'ladi. Salom kishilarning yomonligidan salomat saqlaydi. Salomga javob berguchi salomatlik kapolatiga ega bo'ladi. Ulug'lar kichiklarga salom qilishi kerakki, ondan barcha ishlar o'z yo'lida bo'ladi. Kichiklar cho'nglarning so'zini anglab amal qilsa, salomat yashaydi va balodan qutuladi. Kichiklar ulug'larning yomonlik qilishidan amin topsa, ulardan yaxshilikni umid qilib salomat yashaydi. Mendin Aligga qandoqmi yomonlik tegsin? Men kichikdan cho'ngga nima ziyon tegsin? Aligning barcha xalqqa qo'li uzun, qopqa turilsa, xolig'ini qila oladi. Qarab baq, avam puxra bakka oldin salom qilmaydi. Buning ma'nosi yuqorqilardekdir, ey bilimi yetilgan. Sen meni avval xizmatga jalb qilib, ko'p orzular bilan oldinga chaqirding. Boshda men unumadim, so'zingni tutmadim. Bu aldamchi dunyoga ishonmadim. U talabingni qo'yib ziyorat uchunla meni chaqirding. Endi mana bugun keldim. Hozirgacha sendan ayminib turatdim. Mana saloming bilan menga omonlik berding. Yana avvalgi so'ziga yanamdikin deb sendan ayminib qo'rqib turatdim. Mana endi sana tamamen haqiqiy ishondim. Sendan menga faqat yaxshiliklar tegadi. Aligning O'dg'urmishga javobi. Alig shundoq dedi: "Bag uchun degan so'zidan yenib olish bak yomon odatdir. Agar bag degan so'zidan yenib oladigan bo'lsa, ulug'liqqa va ustunlikka ega bo'lolmaydi. Tili yolg'onchi, xuy payli g'azablik bo'lsa, undaq kishi dunyoga hokim bo'lmasin. Yolg'on so'zlaydigan, qo'li quruq bo'lsa, u qandoqmi xalqqa bag bo'la oladi? Ta'limda
buningdanmi yaxshiroq bir so'z aytilgan. Kim so'zidan yansa, baxtmi uningdan yanadi, qochidi deyilgan. Kishilarning yomoni yolg'on so'zlaydi. Yomonning eng yomoni va'dasidan yanadiganlardir. To'g'ri so'zlik kishi bak yaxshi aytgan. To'g'ri so'zlik kishiga Xudo ajr ato qilsin. Bak chin so'zlik va'dasidan yanmaydigan to'g'ri bo'lishi kerak. So'zidan yenib oladigan kishini hisoblama. Erkak egizdan chiqqan so'zidan yanmaydi. So'zidan yanganlarni xotin deb hesapla. O'dg'irmishning aliga javobi. O'dg'irmish javob berib shundoq dedi. Bu yaxshi odatlarga alik ega bo'ldi. Xudo qo'l ostingdagi allarni yanama ko'paysin. Bu yaxshi qiliq odatlaringni texmi kuchaysin. Baglar xalq ichida tanlangan kishilardir. Qiliq va so'zlarini o'zidek xil tutishi kerak. Bilimliklar bilim berib mundoq deydi. Bag yaxshi va to'g'ri bo'lsa, xalqi beyidi. Dunyo ishlarini boshdan kechirgan ko'p yashagan oqbosh mo'ysipit nima deydi, angla. Ey dunyo hukmroni, qiliqlaringni yaxshi qil. Baxt keladigan, yana ketadigan narsa. Tirishib o'zingga yaxshi nom qoldir. Baxt sana vafo qilmaydi, seni tashlab ketadi. Ey qudrat egasi, yomonlik qilma. Söz harakatlaring bilan ko'p yaxshilik qil. Ulug'liq va baglik sendan yuz o'rigisi. Faqat yaxshiliklar sendan yuz o'rimaydi, ey botur. Bugun yaxshilik qozong'in xalq yukini ko'tur. Zamonlar o'tib kelgusida yaxshilik keladi. Bu tiriklik kunlari go'yo bo'ron shamolga o'xshaydi. Baxt ishonchlik emas, seni tashlab ketadi. Aligning o'dg'irmishga javobi. Alig aytdi: "Tushan ey bilimi ulug', sendan tilaydiganim shuki, menga yaxshilik yo'lini echib ber. Seni buncha vala ching turib chaqirishimning sababi shu orzu edi, ey ko'nglim to'qi. Menga endi pand nasihat bergin. Shuning bilan yaxshiliklarga qo'lim uzun bo'lsin. Atrofimda ko'p kishilar borki, ular egin gal avarchiligida yurudi. To'g'ri, chin mehribonlar yo'q, ey saxi. Bu baglar barcha orzu tilikiga yetalaydi. Lekin o'z ko'ngliga siqqudek yo'lanchikka ega bo'lolmaydi. O'rdiga ko'pligan kishilar to'plangan. Menga foydali kishilar yo'q, ey bilimdan. Buningga taqlid qilib, bu beytda aytilgan ey saxi. Tushunay desang, mushu beytni o'qigin. Odam deb yuradiganlarning soni ko'p. Kishilarga foydaliqini izlasang, u qani. Shundoq kishi borki, bir kishi 1000 kishining ishini qila oladi. Minglab kishi yig'ilsa-mu, uning ishini qila olmaydi. Ali yana aytdi: "Ey o'dg'irmish, sen Xudoning barcha fazilatiga erishding. Nomingga yarasha harakating kamolatga yetdi. Qutlug' Tangrim tilekingni tugal basun. Xudo bergan inoyatlardan meni bahramand qil. Ko'nglim tirilsin va nafsim o'lsin." O'dg'irmishning Aliga javobi. O'dg'irmish javob berib dedi: "Ey bag, sirtimga qarasang, kishilar maqtug'idek. Agar ishimni bilsang eding, ey dona, bugun meni 1000 qitim so'kib surgan bo'lar eding. Menga Zohid degan nom berilgandan buyon, bu nom menga toat ibodat balosi bo'ldi. Qara, meni hammadan mahrum qilg'ichi shu nomdir. Bu nom uchun mening nafsim bekitilgan holda turadi. Kishilar ko'gidek qilib do'konimni yaxshi bezidim. Lekin bu do'konda foyda yo'q, elib sotadigan narsam yo'q. Ey Ali, sen kishining sirtini ko'ma. Kishining ichiga, uning yoshirin ishlariga qara. Qog'inning sirtqi posti qanchalik ko'rkam bo'lsa-mu, puriqi, shakli, rangi chiroyli ko'rinsa-mu, ichining ta'mi bo'lmasa, u qog'in bo'lmaydi. Uni sirtqi cho'rib tashlash kerak, ey sigon. Dili o'yg'oq kishi nima deydi, angla. Ichingni beza, sirtingni bo'yab paqiratma. Hamma narsaning ulug' vorligi ichidan bo'ladi. Ichi yaxshi bo'lmasa, sirti hech nimaga yaramaydi.
Aligning o'dg'irmishqa javobi. Alik javob berib dedi: "Ey pok inson, ishingmi, teshingmi hammasi tuzukkan. Bu dunyoni tashlab o'z yukingni yengillatding. Men bo'lsam uningga ilindim, egri yuk yutdim. Bu dunyoning ishi meni mashg'ul qildi. Xudo ibodatiga yetishamayapman. Menga pand nasihat bergin, uningga amal qilay. So'zlaring menga qutatsin, haqiqiy ravishda poklanay." O'dg'irmishning alayki javobi. O'dg'irmish javob berib dedi: "Ey begim, har xil yaxshiliklarga sen yaxshilik bilan yetishkin. Xudoning qullari ichida mendunmi yomonroqi yo'q. Boshqani undoq bilma, ey bilimi daryo. Ey alik, agar Xudoning qullari ichidan yomonroqini izlasang, u faqat men bo'laman. Mening so'zlarimning qandoq foydasi bo'lsin? Nasihatlarim sana foyda keltiralamu? Buning ustiga men egandan umid uzmadim. Gunohni afu qilguchi udur, ashu bir egamdir. Gunohini bilib afu qilishni o'tingan gunohkor qul nima deydi angla. Men sening gunohkor, jafokash, yomon qulingman. Nazar solsang, butun turgan putkunim gunohdir. Sendan boshqa seg'inadigan egam yo'q. Gunohimni afu qilgin, baxt bilan yo'ligin." Aligning o'dg'irmishqa javobi. Alik javob berib dedi: "Ey sagak, mijoz xulqingni Xudo yaxshi fazilat bilan bezabdi. O'zingni yomon deb bilgining uchun xalq ichida ixtiyorsiz yaxshilik topding. Dilingni, tilingni pok tutding, o'zingni pok bo'lding. Menga tarbiya bergin, so'zing foydali bo'lsin. Ey yaxshi xulqliq, barliq ishlari chin kishi, menga mehribonlik bilan pand nasihat bergin. Xudo barcha yaxshilikni sana ato qildi. Menga bu yaxshilik yo'lini och, ey shuhratlik. Ey yaxshi kishi, endi menga nasihat qil. Xudo sana oxiratda yaxshi javob bersin." İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib, til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.